Asaslık cenge bizden 3. batalyon çıkılır. Biz çıkırız. Biz çıkırız. Hemen gap kısan kimlikini alayım ben. Ha? Boldu talaşmağla. Mena degenimde kılımız. Yığınmışsek, kallısı ketediğini ben. Poli komandire, meyli qana kılaylı asaslık hücum nişanını bekitmişsek bolmaz. Asaslık güçüne asaslık yönünü çıkarasak, başka üç noktunu yalgan hücum, yaki koşunca hücum kısa. Koruq yaptı askı. Nerede kanlaşmağın gap kıldı kese? Roketin bizden askeri güç seliştirmemiz 8'di bir. Üstünlük tuturup kıldığın canı ezelden kıp bakmağa. Özümüzü bolşa koyversak bay buluşumuzda gap yok. Koşunca hücum degen mevcut emez. Emmeyle asas hücum kılımız. Sen ço, işki çişlik kepezdek yiyeceği verme. Koşumcu hücum asas hücumga özgertildi. Eskerimi kuralım vermeymen. Asas kılıp özgertilgenken sen, gayret kilip jasartağını namaya kılmışsan bolmaydı. Uqtun mu? Hop! Poli komandirman buyruqqa xonamiriyle o'xshash, biz chuqur ro'yimizni urg'itib, yengimizni qutuldirib chiqamiz. Alvastlarni yo'qtish degan, alvastlarni yo'qtish. Boshqa ishga chetaversan bo'lmaydi. Bu qatim Nahiy bozorni ozod qilamiz. Hop! Nahiy bozorni ozod qilamiz. Nariki Nahiy bozorni ozod qildik emas. Yolg'on gapni to'liq qildi ekansizlar. Gapning o'chig'ini deb qo'yay. Yanganglarni alvastlar tutib ketdi. Qanday qilish kerak? So'rimiz so'rash kerak bu. Yengimizni qutuldirib chiqamiz. Yaxshi. Xotinini tutib ketsa, mit qilmay jim turgan odamni erkishligini bilamdi. Sabab mana shu. Buni yo'shirib o'tirg'im yo'q. Bosh qo'mondon bo'lsin-u, shundoq deyman. Yana bir sababi bizning Jov siyosiy komissar uchun, mustaqil polikda qurbon bo'lgan birodarlarimiz uchun, Jov-joyidagi qurbon bo'lgan yurtdoshlar uchun qisos olamiz. Qisos olamiz! Qisos olamiz! Rot komandiri, bizga vazifa o'rlashtirib. Bugun biz asas qo'shin bo'ldik. Bosh qo'shinlar bilan maslashib jang qilamiz. Men asas qo'shin vakolatidan ifoda bildiray. Mening vazifam bu yana 8 soat tutib turish. 8 soat ichida birni olmasini o'tkazib o'tmaymiz. Hammamiz qurbon bo'lsak, uni hukm boshqa. Yerlik yo'ldoshlarning ko'nglida son bo'lishini umid qilaman. Agar qiyinchilik bo'lsa, hozirlar chekinsanlar bo'ladi. Herkes majburlamayman. Kim bizni asas qo'shin bo'lsin deb keldi. Rot komandiri, mahal gapimiz qamlashmadi. Hammamiz 8-armiyada tursak, asas qo'shin o'limga qo'rqmagan yerda yerli qo'shin qo'rqam ekan. Hozir yerli qo'shinga vakolata ifoda bildiray. Asas qo'shin qancha jang qilsa, biz oxirigacha ham bo'lamiz. Sizlar ketmasanglar, yerli qismlar bargiz ketmaydi. Yaxshi. Rot komandiri, bunda qilaylik. Naillik ishga taraf aldib tursin. Bizning odamlarimiz tugab ketsa, naillik cho'ng atirib chiqsin. Naillik cho'ng atirib tugab ketsa, mustaqil politiklar chiqsin. O'yin deganingiz, ha? Bu gapingiz quloqimni urgandek anglamatadi-ku. Sizlar eng oldin turib biz kelinlarga mo'kib olsak, bizning asas qo'shin bo'lganligini foydasi bo'ldi. Bunday gaplarni qilishmaylik. Yana da'vatsak o'tirimizdagi mehr-muhabbat ta'siri qolmasin. Rot komandiri, men boy degandek, hozirdan boshlab yerlik qismlar sizning buyruqingiz bo'lishimiz. Sizlar shimoliy to'pilikni, maylik cho'ng atraf bilan rayonlik qishga atraf janubiy to'pilikni saqlasin. Eg'ir pulemyotning ovoz chiqishi bilan olvastlar sizlar taraf qochidi. Yaqinlashgan aman, granat aytinglar. Hop! Jiddiy ma'lumot, olvastlarning ortiq askarlari hozirlikdiki. Yo'ldoshlar, hammanglar jangga tayyorlaninglar. Qo'mondon, chatoq bo'ldi. Shaharni qo'g'dayotgan qismlarning ma'lumoti deyilishicha, Nahiya bozorining to'rt atrofida nurg'un qurolli kishilar paydo bo'ldi. 10 mingga yaqinkan Alpazdan qaraganda Nahiya bozoriga hujum qilgan o'xshaydi. Qurolli kishilar? Nereden kelgan kishilar kelib bu? Bilinmadik. Yig'mas. Bilinmadik deyishdimi? Ularning kiyimidimi bilgili bo'lmamdi ekan, toza bilinmay qoldik. Olsanda kulran harbiy forma kiyganlarni hisobga olmaganda ko'pincha odatga kiyinibdi. Qo'lida qurollarni har xil, yana o'zi yasalgan to'pni bor ekan. Yerlik 8-armiya o'xshaydi. Nima? Yerlik 8-armiyaning shunchalik yurigi bormikan? Muntizim qo'shin emas turib, mustahkam okuplar bor shahar bozoriga hujum qilish qolib ketilibdimi? Undaqda Nahiy bozor atrofida harakat qilayotganlar qanday odamlar? Bugun ular shahar sirtidagi qo'yqqa qistab keldi. Muhofizachi qism ularni qo'g'lab etmoqchi bo'lsa, lekin bu dushmanlarning jangovorligi nihoyat yuqori ekan. Muhofizachi qismlar ular bilan 1 soat ilishmayla 3dan 1 qism odami o'ldi. Shahar qo'yqimi qo'ldan ketdi. Dushmanlarning askari hozir shaharga yaqinlayotdi.
dokladımda ko'rsatilgandek 8-armiya mustaqil polkining qo'mondonlik shtabini asosan vayron qilib o'tdim. Bu tadbirni hozirgi zamon alohida yangi jihatdagi o'lga deyishga bo'lmasimi, lekin brigada komandiri va Shimoliy Jungodagi ekskursiya o'migidagi 100 dan ortiq ofitserning ruhiga tasalli bo'la oladi deb o'ylayman. Bu jangda alohida jang atritiga zo'r ziyon bo'lgan bo'lsa-mu, lekin qo'shinimizning sarkillari yanada hayot. Ular podshoh armiyasining kelgusidagi strategiyasini yanglashda intayin zaruriy kuch hisoblandi. Men general janoblardan darhol buyruq tushirib, Pingan atrofidagi qo'shinlarning hammasini darhol yordamga avatishni to'g'anchilik bilan o'tinaman. Yamamoto'ni deganidek qilinglar. U azaldan xavf deganning nimaligini bilmaydi. Agar sal bo'shanglar qiladigan bo'lsak, ahvol u degandan nacharlashishi mumkin. Xo'p. Batalyon komandiri, rotadagilarga aytib qo'y. Besimning qanchalik zo'r bo'lishidan qat'iy nazar, shu chet tarafda yordam kelgan dushmanlarni shivolay butqansa to'sib tursin. To'g'ri, bir dushmanni o'tkazib o'tishga bo'lmaydi. Polik komandiri, Dayet. Polik komandiri birdan uxlasin. Uxlamag'ili 3 kech kimdi zo'rdi. Bu bizning shu polik komandiri, bu yoq yangi atraf komandiri. Tinchlikmi? Shu atraf bilan shu atrafdagi 700 dan ko'proq askar texnik bayda xabar deb yetib keldik. Bizga vaziyat taqsim qilib bering. Yaxshi, nahayat yaxshi. Atraf boshlig'i, bu yoqqa keling. Siz 700 adımınızı bana bu yer gördüler. Hop! O havası to'xtab qoldi. Nima oldu? Polik komandiri, siz uxlayotganda oldingi safga jang shtab boshliq qo'mondonlik qildi. 1-3 batalyonning hujumi o'ngishli bo'lyapti. 2 batalyon muyamin emas. Lekin hozirgi masala Yaponlarning ishga birlashma atriti Fuan tarafdan yordam kelib o'tdi. Yana bir birlashma atriti Loyanga kelib o'tdi. Shu chan tarafdan kelayotgan yordamchi qo'shinma Shivoli botqansiq kelib o'tdi. Shaharni qo'llayotgan dushmanlarning qoldiq askarlari hozir shahar sepilida biz bilan tirikishyapti. 1-3 batalyon shahar atrofida harakat qilyapti. Shaharni asosiy jihatdan muasirga ep bo'ldi. Shundoq bo'ldi, g'alag'ini burilib hamlagatib. Rayib dönpib, bora, men bilan mengla, Nay bozoriga boramiz. Shahar sepilini elishga kuchimiz yetmaydiganligini burilib faraz qilgan edim. Lekin hayotli bo'lar ekanman. Dushmanlarning yordamchi qo'shinlari kelishdan beri sepil qo'vqini cho'qim ochmay qo'ymayman. Tarayimizdan o'tmoqchi bo'lgan alvastlar ikki yo'nalishdan kelyapti. Biri Dagon saqlayotgan Yaponiyaning so'l qanot birlashma tirti, yana biri Jangjongdagi Vugo birlashma tirti. Alvastlarning jabduqlari qanaroq ekan? Atliq askarlar bilan yeni qurollar ekan. Ig'ir qurollar bilan tankisi yo'q. Qarag'anda jangga ancha tayyorlik yo'q o'xshaydi. Yerlik qismlarning zarbasiga uchrablar ulardan o'zini qochirib aylanib o'tib ketmoqchi bo'lyapti. Ahvoldan qaraganda Leyulning tarafda bir cho'ng ish chiqqan o'xshaydi. Bo'lmas dushmanlarning yordam qo'shinlari hech nima qarmay, Pingan tarafga qistab kelmaydi. Pingan naysi hujum muxsirga o'xshaydi. Lekin ular birli bo'lik tursa, Leyulning shunchalik askariy kuchi bilan Pingan naysi hujum qilganmidi? Ehtimolga nayt yaqin. Bu jahonda Leyulning qilolmaydigan ish yo'q. Agar qo'lida bir ikki diviziya bo'lgan bo'lsa, Tayvanga hujum qilmaydi. Lishta boshlig'i. Ha! Buyruq. Oldingi safdagi qo'shinlarning hammasi dushmanlarning ortiq askarlarini o'tkazib etib, piyoda askarlarga butun kuch bilan taqobil tursin. Ikkinchi safdagi askarlar dushmanlarning ortiq askarlarini erdab xizmatda tutsin. Xo'p. Komandir, yuqoridan yo'l yo'riq so'rab qandoq? Hozir qandoqmi o'lgirimiz? Jang fursati hayt tezlik o'zgardi. Yo'l yo'riq so'raymiz desak, fursatni qo'ldan berib qo'yamiz. Lekin mushundaqla urush qatnashsak, chapni ta'sir paydo bo'lib, atrofimizdagi qo'shni qismlar bilan do'st qismlar nimish bo'lganligini bilinmay jangga aralashsa, bosh shtabdan surishtiq qolarmikan deyman. Chunki bosh shtab umumiylikni ko'z tutib o'ylashidi-da. Agar bizda radiogramma bo'lgan bo'lsa, men cho'qim bosh shtabdan yo'l yo'riq so'raydim. Lekin bizda undaq narsa yo'q-da. Fursatni qo'ldan bergandan ko'ra, kaskin hujumga o'tkinimiz yaxshi. Bu dushmanlar yordamga emas, duo tilovatga mangan taqdirdimi, ularni maqsadiga yetkazmasligimiz kerak.
ish. Kim yuragini qattiq qilib, shuncha dag'dag'a bilan penganlaysi hujum qilgandi. Do'st armiyaning xaritadagi o'rindan qaraganda faqat Leyilongning qismila qisqa vaqt ichida qo'shinlarini to'plab hujumga o'talaydi. Shundaqdimi to'g'ri emas? Fuad Loyang shu jami jangga aralashsa, Shanshining g'arbiy shimoliy qalaymiqan bo'lib ketdi. Leyilongning har qancha karomati bo'lgan taqdirdami, buncha ko'p askariy kuchni na'dan to'play oladi. Do'g'lat! Polik komandiri, Xiyonku tarafdan Leyilongning bir kichik atirti Tayvan tarafdan kelgan Yaponiya qo'shinlari bilan tutishib ketdi. 3-batalyon ular yordam beramdiq deb yo'l yo'riq so'rayotdi. Pengandan yordam kelgan dushmanlarning o't kuchi qanday ekan? Yeni qurollangan otliq askarlar ekan, lekin ig'ir qurollar bilan qurollangan piyoda askarlar keyindan kelib o'tibdi. 3-batalonnikilarning deyishicha dushmanlar jangga o'zini unchag'ila urib ketmay, ilgirlashga oldi o'tibdi. Aniqki, Penganmaysi xatar ichida qolibdi. Topchilar batalyoni bilan 4-batalyon 3-batalyonga hamkorlashsin. 1-batalyon orqasiga qarasin. Esinglarda bo'lsin. Pallampay shaklida turkumlik bo'linib hujum qilinglar. Kimning Penganga hujum qilishidan qat'iy nazar 358-polik ularga cho'qim hamdamda bo'lishimiz kerak. Boya do'st armiyaning bir atliq xabarchisi kelib, Jinsuy armiyasining 321-polikini jangga qatnashdi deydi. Ular yuqoridan buyruqni topshirib olmayla, o'zlarini sezmagan holda jangga aralashibdi. U aloqchining deyishicha, ularning mudofaa rayonining so'l qantidagi markaziy armiyaning 217-polki ekan. Ularni olvoslar bilan tutishgan o'xshaydi. Ha? Mana endi qamlashdi. Bu urush bag'an siri qizig'ila turdi. Meningcha hozir bosh shtabmi jangrab qoldi. Lekin men ozroq tushungandek qilaman. Cho'qim Leyilong degan u ablah yana ishtariga gap. Bo'lmasa alvaslar nemishqa Ping'an tarafga yaqinlashidi. Komandir, mustaqil polik tarafda cho'ngroq bir ish bo'ldi demoqchimsiz. Lekin o tarafda aran bir polik asos qo'shin tursa, ularning askar yetishmaydi emasmi? O soltaqning nemish qilayotganligini kim biladi? Nahiya ishiga hujum qilayotganda taqa, buningga bir nima degili bo'lmaydi. O ishni terib qo'yib, meni jim turolmaydigan qilib qo'ydi. U hozircha diviziya komandirdimi, nochi bo'lib ketgani turdi. Hey, men qo'mondonlik shtabi. Nima? Yana bir dana? Ha, ma'qul. Uqtin. Hozirlik doktor qilay. Komandir, 1-batalyonning deyishicha, Tayvan tarafdan nayt jiq alvaslar kelyapti. Ikki birlashma qo'shinchilik kelgan o'xshaydi. Eg'ir qurollar bilan jabdoqlangan ekan. 1-batalyon shakldan foydalanib qarshi hujumga o'tibdi. Yaxshi. Nayt yaxshi. Bu urush bag'an siri cho'ng'ayg'ili turdi. Hatta Tayvandagi alvaslarmi katta. Qaraganda alvaslar bu qatim rostilla jiddiylashgan o'xshaydi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, ularning tayyorgarlikdan o'tishiga harijiz yo'l qo'ymayman. Biroq 3-batalyon polik shtabi, otliq askarlar o'tsi, alayda rota. Har qaysi cho'ng atratlar, rayonlik atratlar, xalq askarlarining hammasi jangga atlansin. Foydali yer shakldan foydalanib, umumiyuzlik to'sib zarbasin. Stop! Etret komandiri, men iniq ko'rdim. Bu ya Jangjongkan. Jangjongdagi alvaslarning hammasi chiqqan o'xshaydi. Nega manganligini bilmadik. Tayanch punkti mudofaa qo'shinlari bir kichik atrofga inkamaydigan o'xshaydi. Cho'ng atrofdagilar uqtirish qil. Muhofazachi qo'shin yo'q fursatdan foydalanib, tayanch bazi hujum qilsin. Rayonlik kichik atrof mushat qilib qilib, dushmanlarni to'sib sari birimiz. Tizba. Hop.
Polo komandiri. Aldığın sepnin ahvalı qanaqraq. Düşmanlarning hujumi pek kuchlik. Oldin septiki bazımızga talvalash 7-8 qatim hujum qildi. Hujum qilg'ich qo'shinlarni himoya qilayotgan zambiraklarning o't kuchi bor kuchlik. Hammasi cho'ng kalibrlik zambiraklar ekan. 2-batalyondan o'lgan qurbon bo'lganlar nihoyat ko'p, lekin ba'zi yanada bizning qo'limizda. Düşmanlar jinni tikib. Har qanday badal to'lashga qaramay Ping'an rayoniga yordamga mang'ini qaraganda, ularga qattiq buyruq tushgan o'xshaydi. Polo komandiri, meningcha oldingi septiki ba'zida qarg'alash, tirkishish oqilanlik emas. Buyruq bo'lmay turib jangga qatnashib qo'shinimizda ayrilib qolsa, bosh shtabda surishtirib qolsa qanday javob beramiz? Shundaq. Amal topmasak bo'lmaydi. Hozir ba'zidan chekinib düşmanlarga yo'l ichib bersak, ansirishimizning muhojati yo'q. Zimmamizga mas'uliyatmi ortilmaydi. Lekin Li Yulongning ahvoli xatarlik bo'ladi. Düşmanlarning g'aljirlashganligi to'sib zarba berishimizning shuncha zo'rligini tushuntirib berdi. Mushundaq chaqda düşmanlarni qo'yib bersak, mustaqil bo'lib mas'uliyatsizlik qilgan bo'lmadik. Hem düşmanlarning yordamchi qo'shinlarini to'sqili bo'ladigan, hem qo'shinni talafot kuchaytirmaydigan amal topmasak bo'lmaydi. Bu yoqqa keling. Mana bu bizning mudofaa rayonimiz. Uzunligi va kengligi 30 kilometrdan oshadi. Tavayimizda mo'yin, eg'iz, ko'vrik, shundaqla tosh yo'lni qamal qilib bo'ladigan nuqtalar bor. Birinchidan, yerlikdagi qurolli qismlar va xalq askarlarini safarbar qilib, tosh yo'l bo'yiga va ichki qasniqiga mina ko'mayli. Zich bo'lsin. Dasmoyimizning hammasini salayli. Ikkinchidan, kichik adrat avatib, yo'l bo'yidagi muhim nuqtalar va egiz nuqtalarni egilib, dushmanlarga to'xtamay zarba berib, ularning hujumini astiltayli. Üçüncüden mudofaa rayonidagi barliq ko'riklarni portlatib etayli. Nima? Ko'rikning hammasini portlatib etamdiq. Undaqda biz qanday o'tamiz? Ahvol jiddiy. Hozir bular bilan hisoblashib o'tirgan chog' emas. Portlatib etganda kim bir gap bo'lsin. To'rtinchidan oldingi saptagi qismlar ba'zidan chekinib yo'l ichib, qushqoch urush qilib, dushmanlarni yo'qotsin. Birinchisi faqat birlar. Qanday badal to'lashdan qat'iy nazar, dushmanlarning yordam qo'shinlarini cho'qim to'sish kerak. Ko'riklardan ansirab ketma. Buzilib ketsa, qayt yassa bo'ladi. Kelimni tikib qo'ydim, shuna qilaydi. Atrat komandiri, olvoslar chiqyapti. Birodarlar, tiniqimizda bo'lgan dushmanlarni to'sib, noylik cho'g'atib yetarlik vaqt beraylik. Men bilan alg'a! Hurra! Tarix betiga yozilmagan to'sib zarb berish jang. Uning ko'lami kichik bo'lsa-mu, lekin o'xshashlar nihoyatda haybatli jang bo'ldi. Rayonlik bu kichik atraf ibtidoiy qurollar bilan hammasi qurbon bo'lish badaliga dushmanlarni 4 soat tutib turib, noylik cho'ng atrafning Jangjuangdagi nuqtani yo'qotishiga yetarli vaqt yaratib berib, Leyulong qismining Ping'an noyisiga qilgan urushiga vositalik yordam berdi. Tez bo'linglar, tez! Başını tushinglar! Tez bo'linglar! Başını tushinglar! Otandoq. Nima atsan? Men atmayman. Hozir bizning vazifamiz o'yin ko'rish. O'yin ko'rish? Ularga o'zimizni bir ko'rsatib qo'ysak, texmi qiziq bo'lmamdi. Qurolning qulpini aytibdi. Men tamoq chekib olay. Qulpni aytibdi. Alvastila meni tozlayotdi. Tozlayversin. Bugun bizning vaqtimiz jiq. Hey, mening buyrug'imsiz hech kim o'qish qolmasin. Voy! Nima? Iniroqdan! Anlayapmiding? Iniroqdan! Nima ish bo'ldi? Tushunamadim. Iniroqdan! Voy! Qutum, voy! Hozir do'kon qilay. Voy! Yana bir qatim Salom. nima ish shundaq bo'ladi? Ot xabarchilarni avatdinglarmi? Hammasini avatdik. Otliq, piyoda bo'lib 30 necha xabarchini avatdik. Lekin ta hozirgacha birasi qaytib kelmadi. Qalayim qolishib ketdi. Hamma yerda jang bo'lyotdi. Bosh shtablar nima ish bo'lganligini anqiramayotimiz.
Öyleydi işte bu. Amal yok. Radyo bilen fakat diviziya, brigada dereceli koşullar bilen alaklaşıklı buludu. Onundan töven dereceli koşullarda radyo yok. 时386旅都来电询问，他们都以为下面的战斗行动是我们总部越机指挥的。报告，有新情况。有。 Doklat, yeni ahval sözde. Razvedchiklerimiz düşmanlarning radiosini o'g'irliqcha anglabdi. Düşmanlarmi patparaq bo'lib ketibdimish. Ularning Shimoliy Jungodagi qo'mondoni, 1-armiyasining qo'mondoni bilan telefonda ko'rishibdi. Ular bak ishtik so'zligachga taxminan mazmunini tushunalabdi. Ularning bayqishicha düşmanlar ko'p qatim bir yerning ismini tilg'abdi. Lekin ular bu ismning nimadan darak beradiganligini bilolmagachga amalsizlikdan qaytib kelib tarjima qildiribdi. Yapon tili tarjimoni ularga bu joy nomining Ping and Nice ekanligini deb beribdi. Tushundim. Partlash nuqtasi oxiri tepildi. Ping and Nice ekan. Barliq urushlarning hammasi Ping and Nice'ni cho'rdab bo'layotidi. U yerda zodi nima ish bo'lgandi? Vang maslahatchi, bak. Qo'shinlarimizdan qaysi qismning o'sha atrofda harakat qilayotganini tekshirib beqing. Boy tekshirgandim. Li Yinlong degan olijoq emas-da. Dal shuning polki ekan. Rostilla, shu kanda. Uningdan boshqalarda bundaq yurak yo'q. Bu Soltak. Nima ish qilayotgandi? Zodi nima ish qilibdi? Kim biladi? O Rastilla shunday qilgan bo'lsa, butun shanshi qalayim qilishib ketdi. Biz hozirgacha Li Yinlongning nima qilmoqchi ekanligini bilmadik. Uning qismida nima ish bo'lganligini surishtirib beqinglar. Xo'p. Alvaslar minarayına kirdi. Çavcan, bilekini tart. Yanıla Denpoli komandanının kallası şey ekan. Düşmanlarning sapyorlarini o'tar. Ular o'lsa Alvaslar minar tozalashga amalsiz qoladi. Minar tozlayolmasa ularning mashinalari tashyo'lda mang'amaydi. Rot komandiri. Portlashda Alvaslarning sapyorlarining yarmili o'ldi. Qolganlari yana mina tozlayotdi. Endi fursat keldi. İtinglar! Brigada komandiri, bosh shtabning telegrammi keldi. Men qilgan bilan yana bosh shtabda. Ajab mening kallam kelmabdi. Qo'mondan bir ish chiqibdi. Li Yinlongning polki Ping and Nice atrofida cho'qim bir cho'ng ish chiqargan o'xshaydi deb faraz qilib o'tibdi. Qaraganda qo'mondanning hukmi to'g'ridek turdi. Cho'qim Li Yinlong shu. Endi qanday qilamiz? Qanday qilamiz? Qanday qilishni men nadim bilay. Li Yinlong olamni ma'lum qilgan taqdirdimi? Uni to'sishga amalimiz yo'q-da. Aloqalash qilib bo'lgan qismlarning hammasi uqtirish qilinsin. Qanday badal to'lashni qat'iy nazar dushmanlarning yordamchi qo'shinlarini to'sin. Li Yinlongni etitish tegishli bo'lsa-mu, jadiki birdimi deyli. Hop. Brigada komandiri, Li Yinlongni etitishga ko'zingiz qiyamdi. Balduroq etivassam, meningmi ko'nglim aram topadi. U hayotli bo'ladigan umrim 10 yil qisqarib ketdi. İkinci batalyon komandiri, sizlarning vazifanglar düşmanni 8 saat tutib turish. İkinci batalyonda biringlar qog'ja bazini tutib turinglar. Sana shuni deb qo'yay, bazini qo'ldan berib qo'ysang, seni it utaman.
Rot komandiri, Jinsu armiyasiga Wang Shengji keldi. Do'st armiya keldi-da, qarshi olamiz. Van alaqchi, meni bir ish bilan izlab kelganmi tig'az? Egilishimizcha bu olvaslar muntazam birlashma atraf bo'lib, ig'ir qurollar bilan qurollangan ekan. Bizning cho'pilib komandiri bazanlarning amiriy kuchining ojizligini ko'z tutib, sizlarni bazdan chekesu, dushmanlarni 358-polik to'sib turdi deydi. Tekshiring, polik komandirlarning yaxshi ko'ngilga rahmat. Men 8-armiyaning mustaqil polkiga vakolati rahmat aytaman. Lekin men dushmanlarni 8 soat tutib turish to'g'risida buyruq topshirib olgan. Polik komandirning buyrug'i bo'lmasa, osmon ko'mirilib tushgan taqdirda men kallam bilan terab turmasam bo'lmaydi. Jahillik qilma. Bunchalik kuchingiz bilan olvaslarning birlashma atrofi bilan tutishiman deganingiz, yo'lbosning og'ziga o'zingizni tutib berganlik bilan o'xshash emas bu. Buningga boshqa turmush o'zim bo'ladi. Yo'lboshning og'ziga o'zimni tutib bergan taqdirda men ikki tog' kishini yurmay qo'ymayman. Xabarchi, ha, mehmonni uzib qo'y. Hop! Polis komandiri, 8-armiyaning bu askarlari bek jahilkan. Kichikroq qo'shin turib, dushmanlarning birlashma atrofiga taqobil turimiz da'votidir. Ularning to'sib turayotganidan necha soat bo'ldi? 7 soat 10 minut bo'ldi. Bu askarlar qirilib tugaydigan bo'ldi-da. Uncha vaqtdan ketdi. Rot komandiri! Rot komandiri! Rot komandiri! Rot komandiri! Rot komandiri! Men bilan qaranglar bo'lmasin. Jangga tayyorlaninglar. To'p ovoz to'xtatish bilan dushmanlar yana hujum qiladi. Rot komandiri, o'qim tugidi. Ba'zini saqlab qololmaydigan bo'ldik. Hammasi tugidimi? Granatcho, granat! Yo'q, bir sim qolmadi. 6-rotada mo'shnachimizni qoldik. O'dildagi ba'zining ahvoli qandaroq? Noylik atrof bilan royonlik atrofga yo'ldoshlarchi. Hammamiz qurbon bo'ldi. Birsini chekinmadi. Olvaslarda hilalar udil tarafga ba'zini ishg'ol qilib oldi. Yaxshi. Ularning hammasi haqiqiy azimatgan. Rot komandiri, qanadan endi qanday qilamiz? Qanday qilamiz? Shuni so'rash ketamdi. Jinimizni tikib qo'yib ilishimiz. Aras, yana bir ish portlatqichni urbatdi. Darhol ekan, tez bo'l. Ha. Hammanglar yaqin kelinglar. Olvaslar kelgan amal. Filikni tortaman. Birodarlar, qo'rqamsizlar? Yo'q, qo'rqmaymiz. Yaraysizlar. Yana bir necha dushmanning jinini olaylik. Birodarlar, qani. Naqsh o'qiylik. Qaysi naqshni o'qisak bo'lar? To'g'ri. 8-armiya marshini o'qiylik. Men boshlab beray. Oldingi sap qarovulxonasi. Men oldingi sap qo'mondonlik shtabi 8-armiyaning bazasida zot nima ish bo'ldi? Olvaslar hilalar 8-armiyaning bazasiga hujum qildi. Men 8-armiyaning 8 askarining biri eshik portlatqichini portlatganligini ko'rdim. Bir qancha yordamlar bilan 10 necha olvasning hammasi tugashdi. Nima? Hozir olvaslar bazasini egilib, bayrog'ini qotdi. Nima? Komandir, bazdagi 8-armiyaning hammasi tugashibdi. Hammasi qo'rqmas baturlar ekan. 200 odam shunday qilib tugdimi? Bir asum hayot qolmaganmidi? 8-armiya tugagan bo'lsa, endi navbat bizga keldi. Buyruq, qo'shin jangga tayyorlansin. Xo'p. Aram mushulaman. Hozir shunchalik. Lekin bularni 1 soatning oldin topshirib olgan. Polkovnik Yamamoto'ning ahvoli qanaqroq? Shaharni saqlab turibdi. Porochik Oshikaning aytishicha, Pengan noyisining tashqi muasir liniyasi qo'ldan ketibdi. Polkovnik Yamamoto askarlarni yig'ibdi.
General, Yoshino Birleşme Armiyasi Xiyango tarafda 8. armiyaning kuchli qarshiligiga uchrabdi. Armiyamiz net soat jiddiy jang qilish orqali dushmanlarning to'sib zarba berish bazasini egallabdi. Lekin birlashma otryad davomli ilgirlashga amalsiz qoldi. O yapın anlayışıga 30 kilometrni kelmaydigan tursa. Otliq askarlar qo'liki 1 soat kim qolmay yetib boralaydi. Ular Jinsui armiyasidagi Choyinfeining to'sib zarba berishiga uchrabdi. Otryad boshlig'i Yoshinoning doklatidan qaraganda jang boshlangandalar intayin keskinlashib ketibdi. Ikki taraf hatto zambirak jang qilishibdi. Choyinfeining qismlari birdilla o'zgarib, tuyuqsiz keng ko'lamda qaytarma hujum qildi. Hozir ikki taraf yanali keskin erishib o'tibdi. Demak, Yoshinoning birlashma atriti Xiyango tarafda ta hozirgacha bir qadam ilgarilanmabdi-da. Shundoq, general. Atrad boshlig'i Yoshinoga darhol telegram yo'llansin. Mendan buyruq. Soat ichida anlayishni saqlayotgan qo'shin bilan uchrasin. Bo'lmasa polkovnik Yoshino podshohga rahmatini bildirish uchun qornini yerib o'zini o'ltirib olsin. Xo'p, general. Polkovnik, yerlik 8. armiyalar butun shaharni egallab bo'ldi. Hozir mush taraf qarab qurshab kelyapti. Polkovnik, nama'lum 8. armiya Fuandagi yordamchi qo'shinga to'sib zarb beribdi. Tayvan tarafdan kelayotgan Narita birlashma atriti o'ltagan poyezd Loyan tavasida relsdan chiqib ketibdi. Polkovnik Narita telegramma avatdi. Ular hozir piyoda kelib o'tibdi. Shichendan kelayotgan yordamchi qo'shin Shivoli butqanisda bir uchum yerlik 8. armiyaning hujumiga uchrabdi. O'lgan va yaralanganlar Naytijiqga. Ularga zodi kim qo'mondonlik qilayotgandi? Bu nuqtani o'rgilib, yordam kelganlarni yo'qotish bo'yicha tipik taktik hisoblandi. Dushmanlarning jastidan qaraganda, Ping'an shahriga hujum qilgan 8. armiyaning qo'mondoni Li Yunlong. Li Yunlong? Mumkin emas. Zali, mumkin emas. Uning qo'mondonlik sistemasini yaqinda bichit qilayotgan to'q. Uning ruhini alayda jang atriti to'zdiratdi. O rasva bo'g'inidan hatto xotinini mi tatqizib qo'ydi. Bu mumkin emas, hargiz mumkin emas. Polkovnik, mening talishib o'tirg'im yo'q. Ko'p yildan buyon Li Yunlong bilan qilgan jang tajribamga asoslanganda cho'qim shu. U odam jangni o'zi bilgan chiqiladi. Qoida bo'yicha bo'lganda chambarsimon handaklarga hujum qilganda kuchni to'plab bir nuqta hujum qilish kerak edi. Lekin 8. armiyaning bu ofitseri xuddi saranglardek asos qo'shimcha deb ayirib o'ltirmay, asabiylarcha hamma tarafda hujum qilyapti. Li Yunlongdan boshqa ikkinchi bir odam hargiz unda qilmaydi. Ma'qul. Hukmingizni hozirlab isbotlab beraman. Heliqi sahrali xotinni etkilinglar. Mening ofitserlarim menga sirtkilarni sening eringning qo'shini da'vatidir. Ular bu binoni qo'rshyapti. Men buning rost yolg'onligini isbotlamoqchi. Bu men uchun intayin muhim. Sen uchun shundoq. Rostilla shundoq bo'lsa, u nahayt kon hikoyaga aylandi. Hammaga qip-qizil qonga bo'yladi. Mangayli, men sen bilan birga sepilga chiqaman. Shundoq bo'lganda nahayt tezla javobga erishalaymiz. Atmalı! Atmalı! Atmalı!
2. batalyon komandiri. Bak. Erik İştaliye'nin topkını. Bu yakka gel. Polis komandiri. Bu yakka gel. Tez tez. Çıtırın lan. Ha? İkinci batalyon komandiri. Bak. Yetişti bilersen bilmezsen. Bir körüp hakkın bak. Opta kara gelip bak. Hop. Braderler. Oksu selip taza geliştirip itin la. Ok silindi. İtin la. Tasdikle! Oldu atmala! Uyak karanla! Bu ayağını tonumsla! Onu tonusanla! Ondak sizlerle yılını koşunu okşaysla! Yamamoto! Senin her bir digili bulandı, ha? Hotun kişinin tutağı var mı? やはりリッスンで評価の山はあなたはなった好きで富士の子供の老地を捨ててこれはおそらく警備の見てけば単位はいい私山本は香りを惜しんであなたのために女房を連れて帰ってこの4日私たちは給金を話しよう Der hakikat Liyolun efendiken! Cavcağı yedik uğraşta siz aldırıp diner, aciz, keri çöreler ve ayalan taşlap kaçtınız. Bunda kılıç arimiyenizin baş maksidi ihilap. Ben Yamamoto acizlerge içim ağrır, kutununuzun bir lağaç geldim. Kandak, şart doğruluk Frans bakamdık. Söz dışıma ditsen meyli. Ademlerin kurallarını taşlap, derhal bu yak çıksın. Birisini öldürmez, kapalat kılman. いいぞ1971からあなたはいくつの能動的な行動の日本人のいる Li efendi, 1937 yılında başlap, siz özlüğünü teslim olan yapını körüp bakamadınız. Emesin nemir sözlüsün. İt ola! リカで私はあなたの名内にこの江戸に江戸にの総経験を私の名は連れてせではない鼻に戸をつけて少し進めてください私の名はお誰できるのであればダメだあなたの女房を奉公しに来ろ Li efendi, kol astığınızdakiler özünü tutamay kılıp atıdı. Bana ayan, hazır bir kanç mergen benim peşimde karı kayıp oldu. Yaxşı olağın esel kıp koyun, kurallarını yığıştırıp alsın. Beni etivetsiniz, kotonunuzu kim koldaydı? いいさあなたの皆の上に必要は私はあなたの女房の死ぬことはの都合かだからわしにありだけの報酬をそれでさらに相談しれそこの子はもう私はもうあなたの女房の援全を報酬しないと定員している Li Yulun efendi, bunda taş yüreğiyle kınmam. Ecba kotonunuzun ölüşünü kallamsız. Benim teklifim, iki taraf canı 15 minut tok tutup, otlarak oynaylı. Bombasa, kotonunuzdan bir kaderliğe kapalat veremeyim. Bundak yaptıranı koy. Bir minut içinde yeniş-yenilişten belgelendiğini işkilimiz obdap bilimiz. Meldi yıllığın askerlerimden hayat bedelige xotonumni tigishmayman. Optan dediniz! Leyindim! Mening jenim shuncha bola olmasliq arziydigan bo'lsa, men rozi! Leyindim! Qani eting! Mustaqil politik septashlar uchun, Javjayi kentligi necha yuz yurtdoshlar uchun qisas eling! Qani eting! Leyindim! Qani atmamsiz! İdala! Yak! Bunu kumadire atmasın! Braderlerle gelip bir kıtım uçup kılaylı! Leyindim!